Korxonada xizmat safari xarajatlari qanday hisobga olinadi? Xodim boshqa shaharga yoki boshqa hududga ish yuzasidan yuborilishi xizmat safari hisoblanadi. Xizmat safari bilan bog'liq asosiy xarajatlar quyidagilar: yo'l kira xarajatlari, komandirovka sutkalik xarajatlari, mehmonxona xarajatlari, kengashlarda ishtirok etish uchun yig'imlar hamda shaxsiy transportdan foydalanish uchun turli xil to'lovlar. Safar xarajatlarini hisobga olish uchun rahbarning safarga jo'natish to'g'risidagi buyrug'i hamda xodimning safar xarajatlari to'g'risidagi hisoboti asos bo'lib hisoblanadi. Safar xarajati bo'yicha quyidagi buxgalter yozuvlari amalga oshiriladi. Safar bo'yicha xodimga avans berilganda debet 4220, kredit 50 naqd pulda bo'lsa, agar plastik kartaga o'tkazilgan bo'lsa, kredit 51 protkasi beriladi. Xodimning safar xarajati hisoboti bo'yicha xarajatlar shartli ravishda 9420 debet, kredit 6970 buxgalteriya protkasi beriladi. Safar xarajati bo'yicha hisobdor shaxs bilan qarzdorlik yopilganda debet 6970, kredit 4220 buxgalteriya protkasi beriladi. Safar xarajati yakuni bo'yicha agar berilgan pul ortib qolgan bo'lsa, debet 50 ya'ni kassaga naqd pul topshiradi, kredit 4220 buxgalteriya protkasi beriladi. Agar ushbu qarzdorlik xodimning ish haqqidan ushlab qolinadigan bo'lsa, debet 6710, kredit 4220 buxgalteriya protkasi beriladi. Agar safar xarajati hisoboti bo'yicha xodimga berilgan avans puli kam berilgan bo'lsa, ya'ni xodim o'z hisobidan xarajat qilgan bo'lsa, ushbu xarajat korxona tomonidan to'lab beriladi va quyidagicha buxgalter yozuv amalga oshiriladi. Debet 6790, kredit 50 naqd pulda yoki 51 bank orqali to'lab beriladi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat shuki, har bir qilingan xarajat hujjat bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Mehmonxona cheklari yoki chiptalarida xodimning familiyasi ko'rsatilishi kerak. Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, xizmat safari xarajatlari buxgalteriyada hujjatli, aniq va davriy qayd etilishi shart. Hujjatli hisobot muvaffaqiyat kafolatidir. Shu va shu kabi ma'lumotlar bo'yicha kelgusida o'tadigan buxgalter kursimizda batafsil to'xtalib o'tamiz.